Assalomu alaykum. Men Kattaxon davlat pedagogika instituti aniq tabiiy fanlar kafedrasi mikrobiologiya va virusologiya fani o'qituvchisi Qahhorova Umidaman. Mikrobiologiya va virusologiya fanining laboratoriyasidan o'rin olgan spirtli pishg'ish haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. Dastlab pishg'ish o'zi nima? Pishg'ish o'zi dastlab qadimdan insonlarning kundalik hayotda ishlatilgan, ammo ilmiy jihatdan asoslab berilmagan jarayon hisoblanadi. Bu orqali nima demoqchiman? Qadimda insonlar o'zining bichg'ish xususiyatlariga ega bo'lishgan, bichg'itish xususiyatiga ega bo'lishgan, ya'ni ular turli xil sabzavot mevalardan, turli xil mevalardan pivolar tayyorlashgan, achitqlar tayyorlashgan, sirka tayyorlash usullarini bilishgan. Ya'ni buni misol qilib olishimiz mumkinki, qadimda odamlar ayniqsa Misrda non va pivo tayyorlashgan, Mesopotamiyada esa pivo ishlab chiqarishgan, Markaziy Osiyoda qattiq suzmalar tayyorlashni juda yaxshi bilishgan. Xitoyda esa guruchnidan spirtli ichimliklar olishni ishlab chiqish qadimdan ma'lum bo'lgan, ammo uni ilmiy jihatdan asoslab bera olmagan. Hozir biz aynan spirtli bichg'ish haqida gaplashsak. Spirtli bichg'ish bu uglevodlarning mikroorganizmlar tomonidan karbon angidrid va etil spirtiga parchalanish jarayoni hisoblanadi. Bu esa maxsus fermentlar ishtirokida amalga oshadi. Buni ko'rib chiqadigan bo'lsak, kislorod sharoiti, ya'ni obligat sharoitda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan bichg'ish hisoblanadi. Hozirda xamirturushlardan bu spirtli bichg'ishni keng o'rganishingiz mumkin. Bizning institutimiz laboratoriya sharoitida ham yaxshi ishlar, o'rganish ishlari olib borilgan, ya'ni ikkinchi kurs talabalari, biologiya yo'nalishida ikkinchi kurs talabalari o'rtasida aynan mana shu spirtli bichg'ishni xamirturush asosida o'rganishni ko'rib chiqqanmiz. Bu yerda talabalar dastlab uning nazariy qismlar haqida ega bo'lishgan, ya'ni nazariy qismlarda aynan bu qaysi bakteriya tomonidan ishtirok etish, ya'ni Saccharomyces cerevisiae oilasiga mansub bo'lgan fakultativ anaeroblar hisoblanadi. Ular issiq haroratda, ya'ni 14 gradusdan 24 gradusgacha bo'lgan issiq haroratda moddalar yaxshi achishini ko'rishgan. Suyuqliklar va bu natijada suyuqliklarda ko'p miqdorda gaz ajralib chiqadi. Achitqi zamburug'larda, ya'ni xamirga solingan achitqi zamburug'lari issiq haroratga qo'yilgan vaqtida xamirning ko'tarilishi, ya'ni xamirning achishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xamir ko'tarilgan vaqtda u karbon angidrid gazlarining hisobiga xamir ko'tariladi va g'ovak bo'lib qoladi. Ba'zi hollarda achishib ketgan xamirni ochib uy bekalari ko'rganda spirtning hidi kelishini bilishi mumkin bo'ladi. Aynan bu jarayon esa ilmiy jihatdan asoslangan bo'lib, ya'ni bu spirtli bichg'ish, ya'ni unda qisman etil spirti, butil spirtlari, sut va propan kislotalari ham hosil bo'ladi. Ammo aynan xamirturishda esa karbon angidrid va etil spirtini hosil bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu qandning, ya'ni uglevodlarning qanday hosil bo'lish sxemasi hisoblanadi. Kimyoviy reaksiyasi esa mana bu darsda amalga oshadi. Mana sizni yaxshilab e'tibor berishingiz mumkin. Glyukozaning etil spirti hamda karbon angidridga parchalanish natijasini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu aynan Saccharomyces avlodiga mansub mikroorganizmlar tomonidan kechadi. Achitqalar ostiga ajraladi. Ostiga achitqalar 4-15 gradusda yaxshi bichg'isa, ustiga achitqalar esa 18-30 gradusda yaxshi rivojlanadi. Demak, bundan ma'lumki, achitqalarning ham uning haroratiga bog'liq ravishda yaxshi bichg'ishi yoki yomon bichg'ishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Spirtli bichg'ish jarayonida ajratilgan energiya miqdori nafas olishga nisbatan 24-25 marotaba kam ekanligini aniqlash mumkin. Ya'ni bundan juda ham kam miqdorda issiqlik ajralib chiqadi. Va ushbu reaksiyalarni orqali qancha issiqlik ajralib chiqishini ko'rishingiz mumkin. Mana ushbu belgilar orqali ko'rsatib o'tyapman. Achitqalar uchun anaerob sharoit zarur bo'lsa, spirt, pivo, vino olishda anaerob sharoit bo'lishi kerak. Odatda kislorod yetarli bo'lmagan sharoitda achitqalarning bichg'ish jarayonini olib boradi. Agar kislorod miqdori oshirilsa, bichg'ishdan tashqari nafas olish jarayoniga ham boradi. Bu uni aerob va anaerob sharoitda glyukoza va karbon angidridga nisbatan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va ushbu spirtli bichg'ish jarayonida ishtirok etadigan ferment kompleksi zimaza deb ataladi. Mana qora harflar bilan belgilangan, ajratib o'tilgan zimaza fermenti hisoblanadi. Ya'ni bu kompleks ferment hisoblanadi. Spirtli bichg'ish orqali oziq-ovqat sanoati muhim ahamiyat kasb etadi. Ya'ni ular nima sababdan
tarkibida kraxmal mahsulotlar bo'lgan bug'doy, arpa, jabdar, maka, jo'xori va kartoshka uchun, tarkibida shakar bo'lmagan mahsulotlar uchun, yog'och qipig'ida xlorid va sulfat kislotalari bilan ishlov berilishi uchun. Mana bu hozirgi vaqtda spirt sintetik yo'l bilan ham etilin gazdan olib kelinmoqda. Ya'ni bu spirtni oziq-ovqat sanoatidagi ahamiyati hamda qanday olinish usullari haqida ketyapti. Mashg'ulotni borish haqida gaplashsak, ya'ni nazariy qismga ega bo'lgan talabalar mashg'ulotning ustiga bo'lgan asboblar va uning maqsadi va ishning borish tartibi ketma-ket bilan tanishadi. Ya'ni mashg'ulotimizning maqsadi spirtli bijg'ish va uning qo'zg'atuvchi mikroorganizm mikroskopik preparatlar tayyorlab ko'rish hisoblanadi. Bizga kerakli bo'lgan asbob va reaktivlar esa mikroskop, buyum oynasi, qoplag'ich oyna, pivo achchiqsi, bakteriya ilmoq, spirt lampasi hisoblanadi. Biz esa talabalar bilan birgalikda buni pivo achchiqsidan emas, balki o'zimiz kundalik hayotda ishlayotgan achchiq zamburug'idan tayyorlab ko'rdik. Saccharomyces oilasi avlodiga mansub organizmlar mana bu suratda keltirib, mikroskopik ko'rish mana shu suratda keltirib o'tilgan. Va shuni aytish kerakki, achchiq zamburug'lar kurtaklanish yo'li orqali ko'payganligi sababli ularning bir-biridan uzilib ketmasdan, balki zanjirchalar hosil bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va aynan mana shu xususiyat xamir turish orqali, ya'ni achchiq zamburug'i orqali ketayotgan spirtli bijg'ish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirda esa talabalar bilan bajargan laboratoriya ishini sizlarga taqdim etaman.